Dadasi, do'konga yangi bosinishga kelibdi, shundan olib bering. Pul zavotim bormi senga? O'zi yaqinda oluvding-ku, kerak emas. Endi erimsiz deb sizga erkalik qilmoqchi edim-da. Boshqa kimdan ham so'rardim. Mayli, kerak emas. To'xta, mayli. O'g'larsan? Aytdim-ku kerak emas deb. Qolganiga futbolka olarman. Dadasi, shunaqa fast food yegim kelyapti, zakaz qilaylik. Yomon tishim tamom bo'lib ketyapsan, oxirgi payt. Uyga produktlarni olib kelib qo'ygan bo'lsam, qo'ling bor, o'zing qilib ye. Yegim kelgan narsani tortinmasdan juft halolim deb sizdan so'ragandim. Mayli, kerak emas. Bo'pti, zakaz qilaver. Yo'q, aytdim-ku kerak emas, fast food yemayman. Sushi zakaz qila qolaman. Bo'pti, yaxshi o'tiringlar. Dadasi, Mirzo Ulug'bekda yangi park ochilibdi. Shunga dam olish kuni borib kelaylik. Bekorchimanmi men senga? Erkalanaversan. U kun do'stlarim bilan gapim bor, o'sha yerga borishim kerak. Har kun ishtasiz. Hech bo'lmasa bir kuningizni menga bag'ishlaysizmi degandim. Mayli. To'xta, noming nima deding? Alpinland yangi park ekan-da bu. Voy, ha dadasi, lokatsiyasi ham rosa qulay. TTZ, Qibray, Chirchiq deysizmi, Yunusobod deysizmi, bir qadam. Transport ham rosa ko'p. Ichkari Shveysariyani atmosferasi-yu, ha? Nariyoqda piknik zonalari ham bor ekan. Buni qo'ying, attraksionlarni aytmaysizmi? Amerikanskiy gorka, katapulta, charxpalak, bolajonlar uchun ham shunaqa zo'r attraksionlari bor. Hammasini o'chamiz, ha? Qo'ysangchi, detski bo'lmagin. Aleta piknik qilib o'tiramiz, bo'ldi. Mayli. Juft halolimni oldida bir bolaligim tutib ketibdi-da. Kerak emas dadasi, uyga qayta qolaylik. Bo'pti. Xohlaganingni uch. Voy, taktikamiz o'xshayapti. Sal bechorani yo'qsam, hamma aytgan indamasdan qilyaptilar. Shunda men baribir o'rgatmagansiz. Endi o'xshamasa kerak. O'laygir dadasi, meni unga aybim yo'q. Hammasini onam o'rgatdilar. Ichimdan onang qo'li borligini sezuvdim.